Bugün 5 iyul qirg'inchiligining 10 yillik xotira kuni. Mazlum Sharq Turkiston xalqining bu 10 yildan beri tortayotgan zulmi kundan kunga chekdan eshib, Uyg'urlarimizning qaddi bukilib, nafas olgudek holi qolmagan bo'lsa-mu, yanada mustaqillik, erkinlikka bo'lgan umidini bir kunmi uzmay, ishonchi bilan yashamoqda. To'p-to'g'ri 10 yil bo'ldi. Mustamlika Sharq Turkiston zaminida Xitoyning milliy qirg'inchiligi boshlanganligiga Xitoy mustamlikachi amaldorlari o'zaro til biriktirib 5 iyul tinch yo'l bilan namoyish qilib, Shogun qirg'inchiligining qotillarini aniqlab berishni talab qilgan Uyg'ur o'quvchilarni qonliq bostirganiga to'p-to'g'ri 10 yil bo'ldi. Bu bastırışda ölüp ketken Uygurlarının sani Xitay axbaratida e'lon qilgan sondan necha hassi ko'p bo'lsa-mu, tajovuzchi Xitoy uchurni qamal qilish, internet ham telefon aloqasini uzib etish, voqeaning haqiqiy ahvolini xalqaradan yoshirish orqali bu qonliq jinoyatning javobgarligidan o'zini qochirayotganiga to'p-to'g'ri 10 yil bo'ldi. Sharq Turkiston zemini shu tuproqning egisi bo'lgan Uyg'urning qini bilan bo'yaldi. Haq, adolat talab qilib ko'chaga chiqqan behisob jonlar izdiraksiz g'oyib bo'ldi. O'ltirilgan, tutqun qilingan, g'oyib bo'lgan shu qiz o'g'lonlarimiz bizning och singillarimiz, bizning aka inilarimiz edi. U siz edingiz, u men edim. Hammamiz Uyg'ur edik. Xitoyning Sharq Turkistonda 60 yildan beri elib berayotgan erkiy kamsitishning natijasi 5 iyul qirg'inchiligining o't piltisi bo'lgan Shogun qirg'inchiligi bilan Xitoyning niqobi echib tashlandi. Yalg'iz, yordamsiz beguna Uyg'ur xalqi Xitoy kommunistlari to'liq qurollantirib, Urumchi ko'chalariga to'kiyotgan harbiy soqchilari, Bingtuandagi Xitoylari va Xitoy puhrolari tarafidan urib o'ltirildi. Vaqadan keyin Xitoy hukumati bu qirg'inchilikning yuz berish sababini chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlariga va Robiya Qodir xonim qatorliqlarga ortish orqali o'zlarining Uyg'urlar ustidan elib borgan qattiq qo'l siyosatining bu voqeaning kelib chiqishiga sabab bo'lganligidek ig'ir mas'uliyatdan qochdi. Dünya sükutda turg'ini bilan o'zlarini vijdon tarozisida o'lchaganida 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining parda orqasidagi haqiqiy qotilni Xitoy deb kimmi aytmay tura olsin. Ammo kuchsizligimiz sababli xalqaroga bu dardimizni pakitlari bilan anglitishga qodir bo'la olmadik va 10 yildan beri bu jinoyatning javobgarligini surishtirib, dunyo adolat darvozasi oldida haq adolat nerede deb qon yig'lab yurmoqdamiz. Taki mushu xun davoyimizni olganga qadar, mustaqilligimizni qo'limizga olganga qadar bu yo'ldan qaytmaydiganligimizga ishonchimiz komil. Ölümden korkmagan milletni ölüm tehdidi yoki o'ltirish orqali qo'rqitish hech kimning qo'lidan kelmaydi. Bu 10 yilda maskasi tushib qolgan Xitoy hokimiyati Sharq Turkistondagi yoshirin qirg'inchilikdan oshkorlikqa o'tdi. Sharq Turkiston xalqini talto'kis qirib tashlash, assimilyatsiya qilib yo'q qilib etish uchun millionlagan xalqimizni lagerlarga solab o'ltirib, chiritib tugasa, 100 minglagan qiz o'g'illarimizni yoshirin holda ishkiri o'lkalarga elib berib yo'qotmoqda. Qizlarimiz dinsiz Xitoylarga majburiy xotin qilinib, bu zo'rliq, xo'rliqlardan o'lib olishga majbur bo'lmoqda. Zabardast yigitlarimizning ishki organlari yulib ilinib, yuqori bahoda setilmoqda. Acaba bu jinoyatlarni surishti qiladigan adil sodiyalar qayerda uxlab yotadigandir? Aldırma Xitoy. Senin bir hisobing bo'lsa, Allohning bir hisobi bordir.
shu qonli qirg'inchilikda, shu jangovar saplarga vatan, millatga bo'lgan so'ygisini o'zining quroli qilib chiqqan Uyg'ur xalqi bu qissasini sendan olmay qo'ymaydi. Sharq Turkiston xalqi 10 yil ilgari shu qahramonlik harakatlari bilan Uyg'ur hozirgi zamon tarixida o'chmas izlarni qoldirdi. Bu qonliq dostonimizni avlodlarimizga kun-tun so'zlamoqdamiz. 5 iyul qirg'inchiligida Xitoyning oldiga etilib chiqqan qahramon o'g'il qizlarimiz uchun dostonlar putildi. Nazmlar yozildi. Biz ana shundoq botur, qo'rqmas ajdodlarimizning avlodlari biz. Bu qissasni cho'qim olamiz. Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Uyg'ur radio televiziyasining kechli xabarlar programmasi. Men Xumaray Baxtiyar. Bu haftalık programmamızda biz dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan Uyg'urlarga doir bir qism xabarlar va dunyo xabarlarini huzuringizga sunamiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligining 10 yillik munosabati bilan shu kundagi qonli qirg'inchilikni dunyoga yana bir qatim anglatish, dunyoning diqqatini tortish, shundaqla qirg'inchilikda shahid bo'lgan, yo'qolib ketgan qahramon o'g'il qizlarimizni xotirlash uchun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar keng ko'lamlik namoyish olib bordi. Turkiya, Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Shveysariya, Norvegiya, Finlandiya qatorliq davlatlardan o'xshash kunda, o'xshamagan vaqtlarda namoyishga chiqqan Uyg'urlar qo'llarida ay yulduzliq ko'k bayroq, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi yozilgan cho'ng xatlik lozunkalar va shahid bo'lgan, yo'qolib ketgan, lagerlarga solangan urug' tuqqanlarning suratlarini ko'tarishib, Xitoy tajovuzchilari vatanimizdan chiqib ket, Uyg'urlarga erkinlik, Sharq Turkistonga mustaqillik, Uyg'urlarga adolat degandek jaranglik shuarlari bilan yo'ldan o'tganlarning diqqatini o'zlariga tortishdi. Bu kun Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar munbirining o'rinlashtirishi bilan Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar, Tibet vakillari va Xitoy demokratchilari bilan birlikda Amsterdam Dam maydonida tushdan keyin soat 4 dan 7 ga qadar cho'ng tipdagi namoyish olib berib, 5 iyul qurbonlarni xotirladi. Namoyishni o'rinlashtiruvchi o'rin oldi bilan bu 10 yil jarayonida Sharq Turkistonda bo'lib o'tgan zulmlarni bir necha xil tilda namoyishga qatnashuvchilarga anglatdi va buning munosabatlik g'arb matbuotlari ishlagan hujjat filmlarni ko'rsatdi. Uningdan keyin Sharq Turkistonda yuz bergan bu qirg'inchilikni har vaqt unutmasligimizni, Xitoyning jazo lagerlarida begunoh yetayotgan ota-onalarimiz, och-singil, aka-inilarimizning echinishli ahvolini dunyoga anglatib, dunyoning Uyg'urlarga ega chiqishini qo'lga keltirish uchun tirishishimiz kerakligi ta'kidlandi. Bugun biz dunyoning har qaysi joylarida lapildigan ko'k tug'dan yangirgan Uyg'urlarning ovozidan, ajdodlarimizdan qolgan ish o'mlikda, kuch birlikda degan maqolning haqiqatini texim aniq ko'rgandek bo'ldik. Shundaq, birlashsak yengil bo'lmaydigan tog' yo'q. Birlashsak oshqil bo'lmaydigan davan yo'q. Birlashsak anglatqili bo'lmaydigan davo yo'q. Mustaqilligimiz uchun birlashaylik. 4 iyun Türkiye İstanbul'daki Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin o'rinlashtirishida yosh o'smirlarimizning sog'lom o'sib yetilishi, milliy mustaqillik yo'liga to'g'ri qadam bilan kirish haqida yosh notalarga va farzandlarning kelgusi ko'ngil bo'layotgan, shu yo'l izlanayotgan ota-onalarga bir maydon ahamiyatli leksiya so'zlandi. Leksiya boshlanib, eng avval Minavar o'z Uyg'ur xonim muajiratda o'sib yetilayotgan yosh o'smirlarimizning o'qish hayoti, ilimga bo'lgan qizg'inligi va ularning kutadigan umidlari haqida to'xtaldi. Uningdan keyin Tangnur ta'lim-tarbiya markazining ma'rif mas'uli Abdurish Niyoz afandim tushunish jarayoni va tushunish iqtidori temasida leksiya so'zlab, to'liq o'ttirni bitirib, oliy maktabga qadam besish oldida turgan o'quvchilar duch kelayotgan masalalardan qanday g'olib kelish haqida to'xtalgandan sirt, o'quvchilarga yana ona tilimizning hammadan muhimligini, balalarning ona tilidan ayrilmay yashashi kerakligini ta'kidladi. Oxirida doktor Burhan Seyti Ulug' yo'l afandim "Men qanday qilib natija qozondim" degan temada leksiya so'zlab,
o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qizg'inligini qanday yetildirishi, qiyinchiliklarni qanday yengish haqida alayda to'xtaldi. Tövəndə muxbirimizning Tangnur ta'lim-tarbiya markazining ma'rif mas'uli Abdurashid Niyoz apandim, doktor Burhan Seyti Ulug'yo'l apandimlar bilan qilgan ziyoratini diqqatingizga sunamiz. Aldı bilan bu leksiyani o'rlashtirgan Nuzgun Kultur va oila jamiyatiga minnatdorligimni bildiraman. Bugun bu o'rlashtirgan bu leksiyada men tushunish jarayoni va tushunish iqtidori degan temada bir 20 minut so'zlagan bo'ldim. Bu to'liq o'tirga o'qiyotgan, ya'ni to'liq o'tirni bitirib oliy maktabga imtihon berish bosqich turgan bu yoshlarga bu leksiyani o'rlashtirib, güzel bir ish bo'ldi desam bo'ladi. Chunki bu nurg'un yoshlarimiz hozir gangirab qiladiq, ya'ni g'oyasi aniq belgilayolmaslik, yo bo'lmasa kasb tanlashda, yo bo'lmasa ma'lum bir narsa tushunishda bir gangirash ahvollari bor deb o'yladim men. Shu maqsadda shu temani so'zlagan bo'lsammi, balalarımızga to'g'ri yetkazamman deb o'ylayman-da. Shundan balalarımızdagi bir hayajonni, memnuniyatni ko'rdim. Bo'lsin Nuzgun Kultur va oila jamiyatiniki shunga o'xshash leksiyalarni ko'proq o'rlashtirsa, faoliyatni o'rlashtirgan Nuzgun oila va kultur jamiyatiga chin qalbimdan rahmat aytaman hamda shu faoliyatchilik kuch chiqargan barliq qarindoshlarga rahmat aytaman. Hamda o'shunda bir inkor qilib bo'lmaydigan bir haqiqat borki, ya'ni Turkiyada Uyg'urlar eng ko'p o'tirqlashgan va yashayotgan bir davlat. Mushundaq bir sharoitda, ya'ni vatanimiz qorong'ulikda qolgan, millatimiz tushkunlashgan bir vaqtda mush o'quvchilarni yig'ib, mushlarga bir moddiy jihatdan oziq bermasakmi, lekin ma'naviy jihatdan ularga oziq berib, ularning ruhiyligini qizib chiqib, mushlarni yaxshi o'qishga har xil sohalarda o'xshamagan bir natijalarni qo'l keltirishga ilhom berdim deb qarayman. Balalar vatanning umidi, kelajakning egalari. Biz farzandlarimizning sog'lom o'sib yetilish uchun to'xtamay izlanayotgan mush xildagi faoliyatlarni xizmatlarining muhim kun tartiblaridan biri qilib jon ko'ydirayotgan mazkur jamiyatning xizmatchi xodimlariga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Harmag'aysizlar. Xalqaro taratqularda tilga ilinayotgan Xitoydagi organ tijoratining to'xtamay davomlashayotganligi, bu tijoratga qurbonlik qilinuvchilarning asosligi Falun Gong murtlari va Uyg'urlarning ishki a'zolari ekanligi dunyoning diqqatini tortayotgan qiziq temalarning biri. Buningdan boshqa Xitoyning Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'urlarning ishki a'zolarini halol organ nomida maxsus chet ellik musulmonlarga yuqori bahoda setayotganligidek xabarlar, shuningga yondash Sharq Turkistondagi aviatsiya shirkatlarida organ yetkazuvchi xodimlarning qulayligi uchun echib etilgan ayrim liniyalarning fotograflari yaqinqi yillardan beri tor dunyosida oshkorlanib, qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Garchi bu uchurlar hech qanday dalillanmagan bo'lsa-mu, ammo bir-biriga zanjirsimon bog'lanayotgan yangi yip uchlari bizning cho'nqur tahlil qilib beqishimizga arziydi. 2 iyul ijtimoiy taratqularda tarqalgan Beijing Tongshan doktorxonasining tashviqot filmi hammaning diqqatini o'ziga tortdi. Mazkur doktorxonaning ozodi muhiti, oliy darajalik sharoitlari, chet ellik musulmon bemorlar uchun alohida silingan masjid, musulmoncha oshxona, o'rlashtirilgan tarjimonlar, shundaqla mazkur filmda ziyorat qilingan 2 nafar bemorning o'zlarining börak kasali bilan bu doktorxonaga kelib davolanganligi, kasalining kundan kunga yaxshi bo'layotganligini qayd qilishi gumonimizni qo'zg'adi. Egalishimizcha, bu doktorxona 2016-yili 11-ayning 7-kuni Beijingning Changchun rayonida aniga ilinib, 2018-yili 8-oyda tasdiqlangan Zhongyichi davolashni asos qilgan doktorxona ekan. Kuzatuvchilar bu doktorxonaning necha vaqtdan beri tilga ilinib kelayotgan Sharq Turkistondagi halol organ tijorati bilan aloqasi borligi haqidagi gumonini o'ttirg'a qo'yishdi. Hamda yuqorqi filmning Xitoyning islom dunyosiga organ tijorati haqida uchur berib, oshkor xaridor chaqirish ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bu haftalik xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar haftalik xabarlarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.